iyulli oyida xudo xolasa ehson tarqatishga chiqamiz. Qaysi viloyatga chiqishimizni esa kommentariyada yozib qoldirasizlar jigarlar. Ha, qaysi kommentariya, qaysi viloyatga borishimizni istasa, o'zlari viloyatni bir-birini padeshga qilsinlar. Kommentariyada yozsin, o'shalar ko'rib chiqamiz, o'sha viloyatga boramiz. Bu qallarga ehsonimizni yana ham kattaroq qilamiz. Yana ham kattaroq qilamiz bu qallarga ehsonimizda. Sardor, hech kim bera olmaydigan narxda beraman men. Sindiramizmi? Ha, любой joyga vizit beraman. Mana. Ana 8% deb aldaganlarni, bu ana u mendan arzoni yo'q, menda suv tekin, menda bepul. Mana undaqa besprabeg narsalarda gaplashaylik. Bir ko'ray duxlarini. 30 ta kobalt qo'yib beraman. Mana. 40 ta kobalt qo'yib beraman. Mendan arzoni bo'lsa olib kelsin, yuragida o'tib bor mujiklar, o'zim sotib olay. Sardorjon, naq pulga 40 ta qo'yaman. Bor menda qo'yaman. Jigarlar, bu ham xalqim uchun. Katta gapiryapmanmi? Xalq uchun. Foyda qo'yayotgan bo'lsam, zarariga bermayotgan bo'lsam, Alloh guvoh. Men ont ichmayman. Prosta Allohning guvohligida aytayapman. Men ertaga borganimda ham so'raydi. Sen to'g'ri gapirding deydi misol. Yo'q, to'g'rimi? Jigar. 12100 dollar sotyaptilar bozorlarda. 12100 demaymiz. 12000 ham demaymiz. Mayda chuda qilib, ayrim joylarga o'xshab, aldab 11900 ham demaymiz. Vizif любой joyga 11800 dan nima deyapti? 11800 dan avtomat korobka Cobalt. Bu kuchni menga bilasizlarmi kim beradi? Yo'llarda yurganimda aka sindirdingiz narxni, yorib tashang aka deydigan jigarlarim beradi. Rahmat xalqimga. Xalqimga bo'lsin. Zarariga bermayotgan bo'lsam Alloh guvoh. 7300 dan olsinlar. 7300. Ana buruk kiyib, katta gapirib turgan, kommentariya yozadigan 7200 dan bor, olasanmi deydiganlar bor-ku. Olib kelsin salonimga duxi etsa 7200 dan sana berib olib qolaman o'zim. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Kommentda chiroyli yozgan aka-ukalarimizni omadini bersin. Ishlarini rivojini bersin. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Toshkentdamiz, o'rtoqlar. Qiziqqanlarga Cobalt, Pop Damas, Gentra hammasini o'rtoqlar bir qator narxlar bilan tanishtirib o'tganmiz o'rtoqlar video davomida. Bu videoga ham like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Toshkent Sergeyli o'rtoqlar, mashina bozoriga yetmasdan chap qo'llaringizda Lider Avtosiki o'rtoqlar. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar, to'liq ma'lumot berishadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillarimiz, jigarlar. Mana bugun 17-may 2025-yil navbatdagi videomizni olib boryapmiz. Har safar men nega chislo kun aytaman, har safar har xil videolarimiz bo'ladi va har xil aksiyalarimiz bo'ladi. 6 oy oldingi videolarni ko'rib turib, 6 oy oldingi narx bilan yoki bo'lmasam 2 yil oldingi narx bilan kelib noto'g'ri tushuncha bo'lmasligi uchun biz har doim 5 kun yoki 1 hafta avtomashinalarni aytgan narximiz bo'yicha ushlab turamiz. Tushib ketsa ham, tushib ketgan narxida sirazi yangi video qilamiz. Ko'tarilib ketsa ham xuddi shunday. Lekin aytilgan va'damiz bo'yicha, aytilgan chislo bo'yicha javob beramiz, beriladi. Allohga shukr, hali bir inson bu dargohdan norozi bo'lib ketmagan. Shoma ukajonim, ismi o'zi Samariddin, Surxondaryodan, Denovdan bilib qo'yishlaring kerak. Meni haqiqiy zalotoy ukam bu. Hozir mana o'zini bizneschalarini boshlagan, lekin har doim yonimda. Ukamni omadini bersin Xudoyim. Yigitlarni oldi bo'lib yuring, Shoma. Men Shoma deyman, yaxshi ko'raman-da buni. O'zimizni Xudo rahmatli maktabimizda direktori bo'lardi. Domlamiz juda yaxshi inson edi, joylari jannatda bo'lsin. Denovda endi ko'pchilik taniydi, Safarova desa, to'g'rimi? Shunday. Ko'pchilik taniydi. Safarova desa, butun не только maktabda o'qituvchilar qaltirardi. Haligi oyoq kiyimidan bilardi, Safarova kelyapti deb direktor edilar-da.
Ko'pchilik bilganlar biladi, bilmagan o'zi biladi. To'g'ri emasmi? Shu domlamizni, direktorimizni nevaralari bo'ladi bu yigit. Ukam o'zimni yaxshi halol yigit. To'g'risi men ko'p unday bolalarga ishonavermayman. Yonimda hamma bolani ham olib yuravermayman. Men shu ukam halol, Xudodan qo'rqadigan yigit bo'lganligi uchun men bu yigitni uyimgacha kirgizib qo'yibman. Uyimgacha topshirib qo'yibman. Bemalol bola chaqaman, bemalol akasini oldida yuradi, o'ynab, kulib. Qizcham bor, qizim bor, voyaga yetib qolgan, lekin o'z singlisiday, o'z akasiday ko'radi. Bemalol mana shunday halol bolalarga oilangda ishonsang, bir maza qilasan-da, bemalol bo'lasan. Rahmat, barakat toping uka. Bu hayot shunday. Senga kim nimani qilsa, o'zingga ham qaytadi deydi. Buni unutmaslik kerak jigarlar. Xo'p, Zoirjon kuyovim, har doim bilasizlar, ham jiyanim, ham kuyovim. Yaxshi yigit. Hali biron marta uyaltirmadi, mana turishlarini qaranglar buni. Mana shu tortinchoqda chiqib gapir deyman, gapira olmayman men aka deydi-da. Bu gapirish ham bir mahorat ekan-da demak. To'g'ri emasmi jigarlar? Hammani omadini bersin. Yigitman degan shu qilichi o'tkir bo'lish kerak. So'zi o'tkir bo'lish kerak deydi-ku. O'shanda hamma narsa chiroyli, mustahkam bo'ladi. Ushlagan joyini uzish kerak. Конечно, ushlagan joyini uzish kerak. Xudoga shukr, mana uzib yuribdi ukalarimiz. Shu uchun yuribdi-ku yonimizda, uzib yurganligi uchun. Omadini bersin. Samardin, joning omon bo'lsin ukajonim. Omadingni bersin. Shuni bilgan, siz mana bizni oldimizda ekansiz, biz bir umr sizni oldingizdamiz uka. Joningiz omon bo'lsin. Xo'p, endi esa aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillarimiz avtomashinalar haqida narx-navolarni tushuntiramiz, bemalol gapirib o'tamiz. Xo'p, bugun chiroyli bir aksiyamiz bor. Men viziv kutaman deyapman, hech viziv kelmayapti. Zavodga ham viziv qildik. Viziv tashlashyapti-da hozir 8%lik valyutni deb aka. Aha. Shu viziv Aka, qachon bas qiladi ekan bu biznesmenlar xalqni aldashdi? 8%lik kredit menga bersinlar, men olaman, 10% dan olaman. 10% oladi. Ha, yo'q u gap, bo'lmagan gap. Amakijon, bitta qissa aytib bering. Ikkita bo'lsa yana yaxshi dedi-ku. To'g'ri emasmi? Bo'lmagan gap. Yoki haligi sichqonchalarning nikoh to'ydagisi bor-ku, o'shanisini ha dedi-ku. Yo'q, bo'lmagan gap u, jigarlar. Aldanib qolmanglar. 8% lik avtokredit yo'q u. Qanaqa u aslida? Aslida u 15%. Uni firma uslugasi bor, komissiya uslugasi bor. O'shanday foizi sal arzonroq bo'lganligi uchun oylik to'lovi kamroq chiqadi, lekin uni o'ziga yarasha muammolari bor. Men olib kela olmaymanmi? Men davni olib kelib qo'yardim bu yerga. Lekin uni o'ziga yarasha azobi bor. Hozir mana shu yigit shu 400 ming so'm, 300 ming so'm arzoniga qarab turib shu narsani oladigan bo'lsa, masalan 400 ming so'm arzoniga 8% lik degan o'zi aslida emas, 15-16% bo'ladi. O'shandaqa 400 ming, 500 ming arzon tushar ekan deb oldi misol, to'g'rimi? Lekin bu yigitni 6 oy maza qilib yurish davri bo'ladi valyutniy kreditda. 6 oydan keyin u valyutniy kredit faqat MChisi borga beriladi. Yoki MChisi orqali qilib beriladi. MChisi degani bu katta firma. Bu yagona darajadan qilinadigan yatiti emas. Bu undan ham kattasi, katta korxona degani. Uni bir vaqtlar men Xorazmda ochib 6 oy sarson bo'lib yopishdi o'ziga. Yopaydigan balaga pul berib 6 oy sarson bo'lib gazetalarga e'lon berasan u firma yopiladiganligi haqida. Ish qilib e'lon bermagan korxonang qolmaydi. Uni to'liq yopmasa qarzdorlik chiqadi. Ha, aka, uyingda orqaga qiladi. Uni tushunib turib, agar bu MChJ degan narsani ochadigan bo'lmasangiz, bu boshqa bitgan balo bu. Men mana bu inkassatsiya degan boraga apparatlarigacha o'sha menga sal yo'l yo'riq tushuntirgan buxgalter balaga qo'liga shu inkassatorlarni ham padarka dedim. Ichida karta bor dedim, uning ichida pul bor, kodim ana shunaqa dedim. U ham senga sovg'a dedim. Yana qo'liga bir 10 million pul ham berdim. O'sha vaqt, bu 2015-yilda bo'lib turgan narsa, 10 yil bo'libdi.
Hozir o'zgarmaganmi? Hozir ham shunaqa. Ya hozir ham shundan battar. Undan battar bo'lsa battar kam emas. Ish qilib, qon yutib, sarson bo'lib, men u MChni yopganman o'sha vaqtlarda. Bu endi bizga o'xshab, bu qanchadan qancha xalqimiz uni tushunmaydi. Tushunmagan ko'p. Uni tushunganlari chotga tushunadigan bo'lib ketganlar bu kreditni olmaydi. Uni tushunmasdan turib oldimi, 6 oydan keyin sarson bo'lish davri boshlanadi. Sarson bo'lish davri qanaqa? U firma nol отчет bo'ladi. Nol отчет оборот bo'lmagandan keyin har oyi оборот ko'rsatib turish kerak bo'ladi. Har oyi оборот ko'rsatib turish kerak bo'ladi. U o'zida o'zi оборот ko'rsatib turmaydi. Boshqa bir buxgalteriya bilan gaplashib, har oyi to shu mashin 5 yil qutulguncha firmani 5 yil отчет topshirib turish kerak bo'ladi. Nol отчет. Yurmay turibdi firma deb turib. Uni yopib ham qo'yib bo'lmaydi. Qancha topshiriladi? Отчет topshirib turish kerak bo'ladi. Shunda xalqqa foydasi bo'lganda uni davona qilgan bo'lardi siz. Aka, конечно, u agar foydasi ham uni emas. Lekin bizning xalqimizga to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Sarsongarchiligi ko'p. Sarsongarchilik ko'p. Bizning xalqimizga pulini ol, ishini bitir, xayrlashtir, o'sha yerda tugat ishini. Uni oylab, yillab cho'zib yuradigan bo'lsang, bunday qilib sarson sargardon qilib, uni boyagi pulni arzon qimmati ham tatimay qoladi bizning dehqonlarimizga. Uni bilib qo'yishlari kerak. Kimlarga maslahat berasiz? Emchisi borlargami shundan? Xo'p, endi bu emchizi firmani zo'r tushunsagina, juda ham zo'r tushunsagina olsa bo'ladi. Lekin men shu narsani aytaman, bizning xalqimizda 95% tushunmaydi, 97% ham tushunmaydi. Emchisi borlar ham tushunmaydi. Hozirgacha buxgalteriyaga sarson sargardon bo'lib yuradi. Buxgalterda insoflisiga tushmasang, men ham bir 4 ta o'g'ri bor edi buxgalter. Aha. Men buxgalterman deb kelganda 4talasi ham o'g'ri edi. Ha, meni uyimda orqaga qilib ketishga salgina qoldi. Hali ham kuchim borligi uchun, shu tanish bilish borligi uchun, boshqa shu tushunganligim uchun Bilganingiz uchun. ha, olib kelib mana yerga otasi bilan mana yerga o'tirg'izib qo'ydim. Otasi bilan birga. To'laysan, keyin ketasan deb turib. Ha, uyingda prosta orqaga qilib qo'yadigan buxgalterlar. Aslida buxgalter emas ular. Ular noinsoflar. Mana bir xil ustalarga borsangiz, o'zi moy almashtiradigan bo'ladi, men motor qilaman deydi. Shunaqa. Men korobka ham qilaman aka deydi. Indamasangiz odam ham yasab beradilar. Ishoninglar, Pulni olish uchun nimalar qilmaydi? pulingni olish kerak-ku, aldash kerak-ku. Bizda ko'pchilik uje qo'shtirnoq ichidagilar pul uchun insofini ham, vijdonini ham sotib bo'lishyapti uje. Bo'lmasam u narsani maslahat bermaysiz. 8%. Maslahat bermayman. Agar bizni xalqimizga oddiycha, bizni odamlarga dehqoncha gap kerak, oddiy ish kerak. Shunday. Undaqa mukammal 6 oydan keyin sarson bo'lib yana yuradigan narsa kerak emas. Agar olib kelish kerak bo'lsa, qo'lingizdan keladi. Shunday. Olib kelish kerak bo'lsa, aka bir kun ichida olib kelib qo'yaman mana yerda. Mashina hali yangi bir rezinlari yangi bo'lgani uchun eshigi yopilishi qiyinroq. Bemalol xijolatsiz, bemalol bosib ko'raveringlar aka. Shunda aka, so'mlikni aylanmasi necha foiz bo'lyapti? So'mlikda agar unaqa qilib 8% day qilib aldab biz ham aytishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, 14% so'm, So'mlik 12%, 12% shundan tushadi. Agar aylanmasini hisobini oladigan bo'lsang, nimaga kerak bunaqa qilib aldab? Aylanmasi haqida gapirib, xuddi mana unaqa narsada mana o telefon $1200 deb turib, lokta aytib qo'ysang bo'ladi-ku. 12 oy $100 to'laysiz, $1200 deb. Yo'q. O'sha aytish uchun oyiga masalan $100 ga kimga telefon kerak deydi. Shunday. Ana 12 oyini aytmaydi. 12 oy sarson bo'lib yurishini aytmaydi. O'shanga o'xshagan bir ahmoqgarchilik narsada bu ham. Bizda odamlarga dehqoncha gap kerak. Hop, demak video bugun yangi boshlandi. Demak, qanaqadir yangi aksiyalar bor. Inshaalloh. Ko'rib ketamiz aksiyalarni. Nima yangiliklar qilib beramiz bugun? Aka, xudo xolasa gazini bosamiz. Mana jentralarimiz. Mayda chuda qilib o'tirmaymiz. Mayda chuda qilib o'tirmaymiz. Optimaga gaplashamiz. Optimaga gaplashamiz. Nechinchi 20 ta jentra qo'yaman. Bugun mana 17-may
22-23 maygacha 6 kun ketdi. Mendan arzoni bo'lsa olib kelsinlar, o'zim olaman. 6 kunga aksiyaga. Tan narxini ham aytaman, oylik to'lovini ham aytaman, nima bo'lganini ham aytaman, hammasini aytaman. Mana yerda tan narxini kompyuterda to'g'rilab qo'yib, arzon qilib ko'rsatadiganlarga Xudo insof bersin. Odamlarni chalg'itish kerak emas unaqa qilib. 20 ta Gentra, Hammasi 23 mi? 23. Mana shu mashina 31 ming kilometr yurgan. Mana bu mashinamiz 32 ming yurgan. Bizdan unday 80 ming, 100 ming, 200 ming yurgan undaqa mashinalar yo'q. Mana bunisi 60 ming, eng ko'p yurgan mashinamiz mana shu yerda 64 ming. 64 ming. Ha, nima uchun 60 minggacha mashina olaman? Hech bo'lmasa 90 ming, 100 minggacha tepib minsang bo'ladi. Bemalol. Ha, 90 ming, 100 mingdan keyin motoring, hadovoying, korobkang muammo chiqaraveradi. Lekin bu avtokreditchilarga, mashinchilarga qulay nima? 100 ming, 150 ming, 200 ming yurgan mashinani olib kelsang, mana yerda arzongina pul bilan chiqazib yuboraverasan, lekin ertaga ana bechora olgan odam u kuni ustaxonada o'tadimi? U ro'zg'orni boqadimi? U odamning sharoiti qanday? U haqida gaplashib o'tirmaydi. To'ppa-to'g'ri. Qo'rqmang aka deydi. To'laysiz deydi, Yandex qilib bo'lsa ham to'laysiz deydi. Shunday. Ishonib qolmanglar. Yandexga yoki o'rtog'ingiz to'lab turaman olaver degan gaplarga. Aka ukangdan boshqa, jigaringdan boshqa, ota-onangdan boshqa hech kim yordam bermaydi. Shunaqa. O'sha uchun meni maslahatim oilada bitta o'zingiz bo'lsangiz, tavakkaliga qilib avtokredit olaman demang. Maslahat ber. Maslahat bermayman. Boquvchi bir kishi bo'lsa. Ha, boquvchi bir kishi bo'lsa, 10 million topadigan bo'lsangiz ham olmang. Issiqjon, kasalingiz bor, to'y tomosha bor, bir oilada bir aka-ukani kasal bo'lishi bor, farzandlarning kasal bo'lishi bor. Yomonlikni o'yla, yaxshilik kelsin deydi. To'ppa-to'g'ri. O'sha uchun jigarlar, imkoningiz bo'lsa, naqdga oling, mazza qiling. Imkoningiz bo'lmasa yoki bo'lmasam o'ylagan bir maqsad bizneslaringiz bo'lsa, keladigan pulingiz bo'lsa, ertaga qiynalib qolganingizda bir narsalar sotib bo'lsa ham to'la oladigan bo'lsangizgina olsangiz bo'ladi. Masalan, men shu bugungacha misol bir 4 yil, 5 yil bo'ldi kredit qilib olganimizga kreditdan yaxshi foydalanib o'tiribmiz. Aytish mumkin, aka kreditdan qanaqa qilib foydalanib o'tiribsiz deb turib, masalanni aytaman. Uylarim misol bo'sh yotibdi misol. 100 ming dollarga kreditga qo'yganman. 100 ming dollar pul olganman. 100 ming dollarga oyiga 1000 dollar foiz to'layman. Boring, sumovoy bo'lsin, 1300 dollar foiz to'lay, 20 million foiz to'lay, 1 milliardga misol. 15 million foiz to'laysan oyiga xullas. Lekin keling, mayli oddiyroq qilib tushuntiraman. 10 ta Damas oladigan bo'lsam, 100 ming dollarga 12 ta Damas beradi. Keling 10 ta Damas deb hisoblaymiz. 10 ta Damasga o'lib qoldim deganda, aka-ukam, qarindoshim deganda, hali teshib chiqqanlar qarindoshim deb Xudo haqqi deb turib aldab foyda qo'ymayapman, o'zini puliga beryapman deganda 200 qo'ygan bo'ladi bu mashinchilar. 200 dollar. Ha, 200 dollar tiqqan bo'ladi. Hech bo'lmasa balonning tagiga yoki bagajning tagiga tiqqan bo'ladi-da. Chunki aka-ukasini ayamaydi bu avtokreditchilarni 85%. Qo'shtirnoq ichidagilari. Ba'zi ko'ngli nozik insonlar bor, aka-ukalarimiz, ular xafa bo'lib qolishi mumkin. O'sha uchun men hammasi ham demayman. Ayrimlar. Ayrimlari emas, 85% deyman. Ha. 15% yaxshi insonlarga tegishli emas. Jigarlar yaxshi insonlar, ana bu menga foydasi yo'q, ana yo'q akkauntdan kommentariy yozib har xil gaplarni yozib turibdi-ku. Men xalq tarafdoriman. Undaqa negativ yozadigan, undaqa bir ichi qora odamlarni men bilaman. Qaysi avtokreditchini qarindoshi u qayerda xor bo'lib yotibdi u, men yaxshi bilaman ularni. Xullas 300 dollardan qo'yganda 10 ta Damasga 3000 dollar pul qo'ysa bo'ladi.
Yo'q, to'g'rimi jigarlar? 300 dan qo'yganda 10 ta Damas'ga 3000 bor-da. Aka. A shu 3000 da boring 1,5 mingini kreditga to'lasam 1,5 ming qistamda qoladi. 10 ta Damas'ni bir haftaga qo'ymay sotaman misol. Hozirgi kunda endi prosta Damas'ni biz aytishi mumkin, ba'zilari Ahmadboymisiz, Tuhmatboymisiz, nimaga zavodning narxidan kamiga beryapsiz degan savollarni beradi. O'sha savollariga javob berib ketamiz. Savollariga qanday javob beramiz? 10 ta Damas'ni zavod narxidan 200 dollardan kamiga qo'ysam, 2000 dollar kamiga qo'yar ekanman. Shunday. To'g'rimi? Shunaqa. 3 ta 4 ta Gentra sotaman, 2000 dollar yes, chiqazib olaman pulini. Zato nima qilaman? Damas oladigan qiynalib turgan aka-ukalarimiz 200 dan 10 dona Damas'ni maza qilib olib ketadilar-da. Bir joyini o'rnini bittasi bilan to'ldirib qo'yaman chekkasiga. Demak, 100 ming dollarlik foizini bir oyligini bir haftada topib, Bir haftada topib qo'yaman aka. Bir haftada ham emas, 3 kunda topaman uni. qolgan 3 haftada foydasiz. 3 haftani boring, bir haftasi ketsin havoga. Bir haftasi o'yin kulgu bilan ketsin. Qolgan bir haftasini puli ham menga yetadi aka. Prosta bu kreditni qanday qilib foydalanishni bilish kerak. Mana odamlar kambag'allikni qisqartiramiz deb turib, ba'zi akalarimiz aka-ukalarimizga o'laydigan qo'ylarni berishdi. Yarimi yo'q tovuqlarni berishdi. U tovuq o'lib ham tug'maydi u tovuq. Qo'y tug'ib bo'lgan. O'zi ketadigan vaqt kelgan. Lekin bizni prezidentimizni shunday ajoyib bizni biznesmenlarga berilib turgan yaxshi sharoitidan bizlar to'g'ri foydalana olmayapmiz. Ba'zi biznesmenlar maqsad kiydirish bo'lib yotibdi hamma tarafda. Bu avtomat Gentralar nechta endi aka? Aka, gapiramizsa gap ko'p. Tilim mening balodir, har baloga salodir deydi-ku. Shunday. To'g'ri emasmi? Mayli, hammani omadini bersin, lekin o'lik qo'ylarni olmasliklaringni maslahat bergan bo'lardim. Xo'p, 20 ta Gentra qo'yamiz. 20 ta. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ladigan bo'lsa, oylik to'lovi 200-300 ming so'm balandroq bo'ladi. Lekin bosh to'lovini Gentralarga 1900 dollar bilan qilib beraman. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga 20 ta Gentrani. Bor 1800 bilan qilib beraman. Bor jahlim chiqsa 1700 bilan qilib beraman. Ichiga hamma xarajati ichida. Оформление, nomer, texpasport, zapreti, sug'urtasi, komissiya uslugasi, ishqilib balo battari, mana yerda kola-pola ichib yurishingiz, dam olishingiz, uyingiz mana yerda bo'lmay qolsa, viloyatdan kelib sarson bo'lib 50 ming, 100 ming, 200 ming so'mlik gashinsaga 500 ming so'm to'lab yurmasingizdan gashinsalarni ham o'zimiz tekin qilib beramiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'lsa 1700 dollar. 9 ta viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, vodiydan tashqari Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga oylik to'lovi arzonroq chiqsin degan aka-ukalarimizga bosh to'lovi Gentralarni 2400 dollar bilan qilib beramiz. 2400. Oq, qora, mana Amerikanka deydimi, masla degan gaplar yo'q. Masla boshqacha bo'ladi. Bular рабочий mashinalar. Aka buni kraska. To'g'risida aka 30 ming yurgan mashinada mana miyam og'rib ketadi, eshitib bor-ku. Yangi oka deydi, masla deydi-da. O'sha joyga kallam tormoz bo'lib qolaman-da. Rahmon aka. Aka endi bozorda ko'pchilik ko'ryapti, internetda shov-shuv bo'lib ketyapti. Aka kraskalardan muammo chiqib, sizda qanday bo'ladi endi bu aka? Aka kraska topsa tekinga mujik сказал, mujik сделал deb turib bekorga aytilmaydi. Biz bunaqa Gentralarda bor-ku, oddiy bir umridan barakat topsin, bu sportsmen bolalarga podarka qilib o'tiribmiz. Gapirdimi o'g'il bola, gapiga javob berish kerak. Va videolari ham bor so'z isboti bilan, to'g'rimi? So'z isboti bilan. Xohlasalar telefon raqamlariga telefon qilsinlar. Mana bu. Shu sportsmen bolalarda. Men moshin bera olganmanmi, yo'qmi? Shunday. Moshin berish uchun bor-ku, mana yuragi ikkita bo'lish kerak. To'g'rimi, shoma? Oddiy xalqqa. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmon aka. Xo'p, svязdaman. Shoma, svязdaman ukajonim. Xo'p. Qarang, oddiy xalq mashina olyapti. Kraskasidan mabodo endi bitma. 3 kun ichida kraskasini tekshirtiringlar, xohlagan joylaringga olib borib.
Allohning guvohligida $1000 kamiga beraman. $1000 kamiga olib ketsinlar. Biz undan qilib podarka deb olmaymiz. Nimaga? Bizni podarka qiladigan joylarimiz bor o'zi. Qiynalgan oilalar bor. O'sha insonlarga podarka qilib yuboramiz. Borini aytamiz. Ha, borini aytamiz. Keyin mana e'tibor bersalaring har doim raqamlari bilan aytaman. Mana Gentramiz 447. Toza. Mana toza deb o'zimdan chiqdi-ku. Javob beraman mana shu tozaligiga. Mana shu avtomashina 64,000 kilometr yurgan, propani bor, benzini bor. Lekin shu narsani bilishlaring kerak. Yangi mashina olasizlarmi, eski mashina olasizlarmi? Men ana vallomatlari bor-ku, misol sotib yurganlar. Shunday. Mashina uchun javob bera olmaydi. Bu temir bu. Ana yerga chiqsa motori ketib qoladimi? Hadoyi ketgan bo'ladimi? Akkumulyatori o'lib qoladimi bir oydan keyin? Men javob bermayman. Yangi mashinga ham, eski mashinga ham. Eng asosiysi yurgani bilan kraskasi. Hali o'g'il bola bo'lib buruk yuribmiz. O'zimizga javob beraveraylik. Keyin temirga javob beramiz. Buruk yurganlarning nechtasi javob ham bera olmay qoldi mana yerga. Shunday. Men aytib beraman, bu haqida bitta savol berasiz. Bolalar haqida, buruk yurgan bolalar haqida javob bera olmay qoldi degan gapni bir savol beringlar. Aytib beraman. Xo'p? U began emas. Mana shu yerda ishlayman deb keladigan bolalar haqida gapirib beraman sizlarga. To'g'rimi kelin? Ishlaydi-da, javob biratan deydi-da, mana yerga keladi, qarz oladi, akajon deydi, onam o'lyapti deydi, otam deydi, komada deydi, boshqa deydi, rahming keladi, shu o'g'il bola bir kuni yaxshi bo'lib ketar deysanda, mayli shu haqida gapirib beraman keyin. Xullas, 9 ta viloyatimiz, Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga 20 ta Gentra qo'ydim. $2400 bilan barcha xarajati ichida. Yana shu narsani aytib o'tishim kerak. Ertaga meni oldimga kelib, akajon, men to'lagan $2400 qayerga ketdi deb kelib o'tirmanglar. Havoga uchib ketadi. Xarajatlariga. Ha, endi aslida xarajat men uni dehqonchasiga havo deb aytaman. Lekin o'zingizning xarajatingiz ketadi. Ana vallomati ham kissasidan pul to'lab bermaydi. Mana men degani ham. Hammasini o'z to'lagan pulingizdan qilinadi. Оформлениyangiz $100, nomer chiqariladi $400, xarajat $350, borib gaidan ham so'ranglar. Borib cheklarigacha xohlasalang beriladi. Zapretingizni o'zi $100. Jonlari omon bo'lsin, yaxshi kunlariga buyursin. Nima degan ana bu sug'urta kompaniyasi degan narsa bor. Sug'urta kompaniyasi 8 million, 10 million pul oladi. Omadini bersin ularni ham. Firma usluga, komissiya usluga degan narsasi bor. U ham biroz pulingizni oladi. Ish qilib o'sha to'lagan pulingiz fisht ketadi. Mana men degani ham sizga bunday informatsiyani bermaydi. Aytadigan gapi, aka o'ylamang dedi. Zo'r bo'ladi dedi, Xudo xolasa dedi. Dehqon-ku hali o'ylamay kelgan bir 2000 ning kissasiga solib, endi bir boray men ham bir bozorda bir u yoq indeksni ko'ray deb, o'sha yerda bir 4 ta o'g'ri shogirdimiz yuribdi, mana yerda ishlab ketgan. Shularni qo'liga tushsa o'ldi bechara. Ha, o'ldi u. Ishonavering. Hop, naqdga qanaqa qilib beramiz aka? 23 Gentra. 23 Gentralarim 20,000 kilometrdan boshlab 65,000 kilometrgacha naqd pulga $13,700 dan olsinlar. 23 ta. 23. Oq-qora farqi. Oq-qora farqi yo'q menga. Bizdan unaqa zanglagan svetlar yo'q. Oqarib qolgan, ko'karib qolgan, sarg'ayib qolgan mashinalarda aksiya deb turib, olib chiqib, rangini yoshirib turib aytib, unaqa emas. Biz mana shunday ko'nglingiz oppoq bo'lsa, o'sha oppog'idan berib yuboramiz jigarlar. O'sha uchun sinib ketdi. $13,700 dan. Katta gapirib, mujikcha gapiradigan bolalar 13,5 mingdan olasizmi, brat deganlar bor-ku, olasizmi ham deb o'tirmasin. To'g'ri mana shu salonimga olib kelsin. Mana shunday radnoy, mana shunday navoroti bor toychoqlarni. 4 ta yumshoq baloni bor. Bunda ham 4 ta yumshoq. Kelinglar, mana ko'rsataman sizlarga. Ming gapirgandan bir ko'rgan afzal dedi. Mana jigarlar, ko'ringlar. 4 ta yumshoq balon. Tosh balon emas. Tosh balon emas. Tosh baloningiz 300 ming so'm turadi. Men ham bilaman, ba'zi olib sotarlarga o'xshab 300 ming so'mga balon qo'yib, mana uni $150 ga sotishdi, yangi balonda. Men ham bilaman uni $100 ga pullashdi. Lekin qilmaymiz. Nimaga? Olgan odam o'zi kreditga olyapti,
barakat topsin deymiz. Ortiqcha xarajat Ortiqcha xarajat qilmasin deymiz. Mana unda mana pultlari turibdi. $50 ga sotsang, любой taksi oladi, любой odam oladi. Sotsangiz foyda-ku, shuni ham Foyda, aka. $50 ga sotsangiz Sotsangiz foyda. Aka, agar men har bir narsadan pul qilaman desam, u uchun odamni ko'zi ochiq bo'lishi kerak. Meni ko'zim to'yib bo'lgan. Ko'zim to'ymaganda 300 millionlab ehson qilib kelmagan bo'lardim. shunday. Ochiqcha gap. Mana shunday tinni, qirilmagan, urilmagan, akkuratni, mana shunday mashinalar bo'lsa, 13,5 mingdan olib kelinglar, tralleri bilan, vagoni bilan, kamazi bilan birga sotib olaman. Sonidan muammo yo'q. Sonidan muammo yo'q. Mashinaga javob bersa o'zi, telefon ham qilmasin. Telefon ham qilmasin, mashinaga javob desa. Shunday olib keladi, mana shu yerda ustaxonam bor, moykam bor. Birinchi moykamga bitta kiradi, mashina changroq bo'lsa, keyin ustaxonamga o'tadi, ustaxonamdan bitta analizdan o'tadi. Kraskasi yo'q desa 13,5 ming shunday sanab notariusda pulini olib ketaveradi. Bozorga ham sarson bo'lib yurmaysizlar. naqd berib olib qolinadi. Naqd beriladi, shitir. Yana ko'k dollar beramiz, oq dollar bermaymiz. Ha, ko'k bo'lib chiqib ketadi shu yerdan. Mana. Ana keryapsiz. Ana jigarlar, yana nima deyay? 13,700 dan. Mendan arzoni bo'lsa, olib kelsin o'zim sotib olaman. Ketdi 20 ta jentiraman. Demak, 20 ta jentira qo'ydik. Avtokreditini ham aytdik. Oylik to'lovini ham aytdim. Mana shu jigarlar ichida qolib ketdi aka. Necha yilga oylik to'lovini ayting deganlar bor. To'g'ri emasmi aka? Bir aytib o'raylik. 5 yilliga 5,470 ming so'mdan 5 yilliga $2,400 to'lab turib 23 jentiralarimiz Navorot pavorotlari bilan birga 5 yilga 9 ta viloyat, Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga. Mana Cobultlarimiz, odamlarimiz ko'p, mana aka-ukalarimiz mana shular mashina olgan, mana jigarlar. Mana mana bu yerda o'tirishibdilar, ana bu yerda. Mana aka. Bu yerda o'tirishibdilar, ana aka. Bor. Bu yerda mana akalarimiz. Aka, sizlar mosh oldilaringizmi? Inshaalloh. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Ishlaringizda omadini bersin aka. Xullas, mana shu bugunda o'zida ham kamida 8 ta 10 ta mashina sotildi. Shu bugunda o'zida ham. Mashina to'lib turardi aka. 5 ta sotay. 5 ta sotsam ham yetadi. Kuniga. Aka, 500 dan qolsa 2,5 ming bor. 5 ta sotsa o'lib savdo bo'lmadi degan kuni 5 ta sotasiz. Bugun nechta bo'ldi aka sir bu? To'g'risi aka. Kamida 8 ta 10 ta sotildi. Javob. 10 taga yaqin. Mana sotildi. Kechgacha yana bir 2-3 ta ursalar 13 ta bor. Sredni 10 tadan qo'ying. Ishonmaydiganlari bor-da ichida. Endi ishonib qolganlar avtokirchi biladi. Bizni bu salonni nomini Anaconda deb qo'yibdilar. Kirsang yutib yuboradi deydi. Aka, yana qaysi mashinalarga bir yengilroq variantni beramiz? Mana Sparklarda bor-ku. Mana Spark bor-ku, mana shu Spark. Yaxshi zo'r Spark ekanda, lekin samolyotdan narxi ekan. Bitta qo'shiq eshitmaymiz, Rahmon aka. Qo'shiqmi? Sardorjon, keling bitta qo'shiq aytaylik. Ushalmagan tilak, yurak sho'rligi yurak, kim aybdor gunohkor, javob ber ey falak. Ushalmagan tilak, yurak sho'rligi yurak, kim aybdor gunohkor, javob ber ey falak. Dağlarım, gül daftarım, endi bu hayaldan, dil bilan hicran, doimo yonma-yon, hamrohdir mangu. Ushalmagan tilak, yurak sho'rligi yurak, kim aybdor gunohkor, javob ber ey falak. Ushalmagan tilak, yurak sho'rligi yurak, kim aybdor kim gunohkor, javob ber ey falak. Ey gap yo'q. Ey yashay. Yorordiz. Sardorjon, bitta gap aytaymi?
Aybdor ham hamma aybdor, gunohkor ham hamma gunohkor. Bechora Falak ham gapira olmay qoldi. Bu zamonda, bu kunlarda ko'rgan Falak tomi ketib qoldi. Ishonavering. Omadingizni bersin ukajonim, joningiz sog' bo'lsin. To'g'rimi? Falak nima deyapti dedi. Falakmi? Malaklarga kamroq qarang deyapti. Xo'p, Spark avtomashinamiz bosh to'lovi balandroq ekan, lekin oylik to'lovi yaxshiroq ekan. 3000 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3.700.000 so'mda tashkil qiladi. 2022-yil Spark 14900 kilometr yurgan probegiga javob beraman. Probeg qaytarilgan bo'lsa, kraskasi bo'lsa 1000 emas. Probegi uchun 1000, kraskasi uchun 1000, 2000 dollar kamiga beraman. Ovora bo'lganigacha, ovora bo'lganiga. Ovora bo'lgani uchun ham 500 qo'shib beraman men. 2,5 arzoniga beraman. Bu avtomashinamiz 22-yil avtomat korobka, 4 ta yumshoq baloni bor, mashin tinnu, lekin yangi emas. Masli emas. Ravochi mashin. To'g'risi men prosta tomim ketib qoladi-da, yurilgan mashinlarda уже odamlar ham tushunib boshlayapti. Ko'rdik. Bir ikkita bratanlarda izdivatsa qilib video qilib qo'yganlarini ham ko'rdik. Mashinda yarimi yo'q, o'rtasidan ulangan, mashin loyiga tushib ketgan, lekin haligi ovoz so'zlarni qo'ygan ekan. Yangi, masla, paket, yog'i bilan turibdi. 4 ta yumshoq baloni bor, pulti bor, kamerasi bor. Unaqasi bor, bundaqasi bor degan so'zlarni o'sha haligi loyiga tushib ketgan mashinga qo'yib, nima qildilar-da? Montaj qildilar-da. Ko'rib shunaqa kulyapman endi. O'sha xalq ham tushuna boshladi. Bilib qoldi. Bilyapti, sezyapti. Sezyapti. Siz ham sezyapsizmi? Ha? Xo'p. Keyin Rahmon akaga Ehson temasida ko'p savollar kelib tushmoqda. Nima bo'lyapti degan. Ehsonmi? Ehson temasini hozircha to'xtatib qo'ydim. Sababi aka, men bir 10 kun licheni olib chiqdim. Xo'p. Sal qoldi, meni ham tomim ketib qolib, Toshkentda jinnixonasiga yotishimga. Ehson tarqatib keldim. Allohga shukr, bizni shu narsaga buyurgan ekan, biz buyurilgan ishni qildik. Qanchadan qanchasini kameraga oldik, qanchadan qanchasini olmadik. Vaqtimiz ham bo'lmadi, tarqatish bilan ovora bo'lib qoldik. Qiynalgan oilalardan xabar oldik. Salonimga kelsam, kuniga 15 ta odam keladi. Kelgan odam bittasi o'g'limni to'yini qilib bering deb yig'layapti. Kelib bittasi erim nogiron bo'lib qoldi deb yig'layapti. Kelib bittasi o'g'lim kasal, o'g'limga yordam bermasangiz bo'lmaydi. Bittasi kelib o'g'limni ishga oling, oyiga mana shuncha pul bering deb yig'layapti. Yana bittasi menga uy qurib bermasangiz bo'lmaydi, uysiz qoldim deb yig'layapti. Yana bittasi banitsaga licheni olishim kerak deb yig'layapti. Yana bittasi ikkita o'g'lim bor, uylantirmaganman, shuni to'yini qilib bering, to'yini qilib bermasangiz men o'laman. Men armonsiz ketmay, sizni men anchadan beri kuzataman. Men aytdim, "Opa, men to'y qilib beradigan odam emasman. Mana yerda kasallar bor qanchadan qancha." Shunday. Deb yana bitta opamiz kelib 15,000 dollar qarz berib turing Rahmonjon dedi, men sizni aldamayman dedi. 5 oyda qaytarib beraman dedi. Buni qarang dedi, men aldaydigan odamga o'xshayapmanmi dedi. Nimaga pul berishim? Siz bor-ku dedi. Yana shunday insonlar bor. Aka dedi, bir iltimos bilan keldim, tuppa tuzuk odam mendan ham yaxshi kiyinib olgan. 5,000 dollar qarz berib turing dedi. İşlerim o'xshamay qoldi-da dedi. Yigitni boshiga har narsa bo'lar ekan dedi. U deyapti, bu deyapti, u deyapti, bu deyapti ish qilib, aka oxirida bor-ku, haligi odamlarni xonamga kirib yig'layverishidan bor-ku, o'zim ham ularga qo'shilib yig'laydigan bo'lib qoldim. Ishonchalaring bor-ku, aka, men kulib turganim yo'q, mendaqa bir dildan bir nima qilib turganim yo'q. Men kasal bo'lib qoldim. Qiyin baribir aka. Aka, kasal bo'lib qoldim. Ko'pchilik dardini eshitish qiyin-da bor. Dardini eshitaversang borku, o'zing ham darmonga aylanib qolar ekansan-da, dardi borga. Ha, shunaqaki. Hammani ko'nglini birday olish qiyin. Birday olish qiyin. Yana birovlar nima deding? Aka dedi, men o'zi dedi bir ehson so'rab kelganim yo'q dedi. Men undaqa muhtoj bola emasman dedi. Men undaqa deb o'ylamang dedi.
2000 berib turing dedi, beraman dedi, aka dedi. Allohning oldida aytyapman dedi. Jon aka yordam bersangiz dedi, bir joyingiz kamayib qolmaydi-ku, shuncha pulingiz bor dedi. Xudo berib qo'yibdi dedi. Xudo dedi, shu sizga bergan dedi, shuni bizga berishingiz uchun bergan deyapti. Men hayronman. Yana nima dedi deng? Agar boylar bermasa dedi, biz kambag'allar so'ragan pulni dedi. Xudo ko'rib turibdi-ku dedi, nargi dunyoga dedi, javobini so'rab olar ekan deyapti. Menga o'rgatyapti. Kelib o'rgatadiganlar ham bor. Shunday. Ukajon dedim, usting butun dedim. Aqling butun, shuncha gapni gapirib turibsan. To'rt burchang butun dedim. Agar senga ehson qilmaganim uchun Xudo mendan so'rab olsa, so'rab ola qolsin dedim. Mana ana yerda kasallar bor, so'rab o'tiradigan, so'rab turgan dedim. To'g'risi, oqqon kasallar bor, rak ayollar bor. Shunday. O'shalarga qilib turgan borishimiz kerak bo'lgan ehsonimizni yig'ib boryapmiz. Salonga telefon qilganning foydasi yo'q. Aha. Ehson masalasida meni so'rab shaxsiy masalalarda telefon qilganlarining foydasi yo'q. Umuman iloji yo'q. Men qabul ham qilmayman, eshitmayman ham. Chunki iyul oyida Xudo xolasa ehson tarqatishga chiqamiz. Qaysi viloyatga chiqishimizni esa kommentariyada yozib qoldirasizlar jigarlar. Ha, qaysi kommentariya, qaysi viloyatga borishimizni istasa, o'zlari viloyati bir-birini padeshga qilsinlar. Shunday. Kommentariyada yozsin, o'shalar ko'rib chiqamiz, o'sha viloyatga boramiz. Bu qallarga ehsonimizni yana ham kattaroq qilamiz. Yana ham kattaroq qilamiz bu qallarga ehsonimizda. Xullas, ehson bermasangiz urush qiladiganlari ham bor. Bor. Gapirib ketadilar. Tavba qilib, ehson bermasang gapirib ketadi. Men o'zim muhtoj emasman dedi. Gapirib ketadiganlari bor. Ana Marat aka aytdi-ku, Marat aka haliga uy quradigan. Ha, Marat aka. Biz ham bir qizga ehson qilmoqchi edik, bilasanmi? Anaqa gelik bosib ketgan Ozoda Nursaidova. Gal. Gelik bosib ketgan qiz bor-ku, Ozoda Nursaidovaning klipida. O'sha qizga biz ham ehson qilmoqchi edik. Aha. Chet eldan operatsiya amaliyotini bajarib kelgandan so'ng bizga aloqaga chiqishsa, biz YouTube'larga qo'ygandik bu narsani. Aytiladi. Kelganlarida yoki biz o'zimiz borib bir xabarni olamiz. Bizda ham ozgina bo'lsa ham ehsonimiz bor, bir yordamimiz bor deb planlashtirgandik. Lekin u qizning harakatlarini ko'rib, boyaga Marat aka aytganidek, uy quruvchisi uyini bermay yaxshi qilibdi. Zo'r, Maratjon, omadingizni bersin, zo'r. Mendan kichkinamisiz, kattamisiz? To'ppa-to'g'ri qaror qilibsiz. Butun O'zbekiston qo'llab-quvvatladi uni. Unday negativ odamga ehson qilgandan, undan ko'ra banisaga boringda o'sha uyni pulini olib, jigar. Ana oqqon kasallar bor, rak ayollar bor, buyragidan muammo bo'layotganlar bor. Shu uyni pulini birovga sotingda, shu uyni pulini olib borib, o'sha banisadagilarga mardlarcha tarqating. O'sha negativ qiz ko'rib qo'ysin. Men uni videolarini o'sha Turkiyada yurganidan kuzataman. Har bitta videosini, qiliqlarini, og'izdan chiqib turgan nito so'zlarini kuzatdim. Men ham u qizga ehson berishdi, noma'qul deb ko'rdim. Fikrimdan qaytdim. Undan ko'ra bir kambag'al bechoraga berganimiz yaxshi. Bizda xalqimiz sodda-da, ishonuvchan. O'sha qiz uchun millionlab, milliardlab pul tashab berdilar. Yaxshilik bilish kerak. Yaxshilikni bilganga qil dedi. Bilmaganga kallang bilan chuqur qossang ham bilmaydi. Haqqingga duo qiladiganlarga qilgin dedi. Xullas Maratjon zo'r, to'g'ri qildingiz. Omadingizni bersin. To'g'ri yo'ldasiz Marat aka. To'g'ri yo'ldasiz. Faqat shu Xudo xolasa domlarni mana bosa-bos qilib yotibdilar. Shu vaqtida kadastrni bersalaring bo'ldi. Kadastrni bersa bo'ldi. Sizlardan ham shuni Aka bir 3 ta 4 ta men ko'p joydan dom olib tashlaganman-ku. Mana Toshkent Cityda ham dom olganman. Do'kon olganman. O'ldir agar kadastrni bermaydi. Yo'q. 1 yil bo'lib berish kerak edi. Yo'q. Mana yana bir aeroport yo'lidan u yerdan Manaman degan bir katta brendli nomi ulug' bir qurilish kompaniyasi, ulardan ham uy olganman, yo'q kadastr hali. Mana Sergeli mashina bozor yonida u yoqdan ham dom olganmiz.
kadastri berilish kerak edi. 6 oydan beri har oy telefon qilsang, aka bo'lyapti. Bugun gazga ruxsat oldik. Gaz. Mana shu oyda ichiga bitadi deyiladi. Men aytaman, mayli bir 2 oyda ichiga berar. 2 oydan keyin telefon qilsak, bugun svetga ruxsat oldik deydi. Shu sohaga o'zingiz sinab ko'rsangiz-chi, sizam aka. Astag'firulloh. Dom qurishdi. Yo, bu dom qurishda ham aka yuragida ikkita yuragi bor, yuragida o'ti borlar quladi, vaqtida beradi. Kadastrda. Ha, mayli 1 oy kechiksin, 2 oy kechiksin, 3 oy kechiksin, 4 oy kechiksin, 5 oy kechiksin. Mayli. 1 yil bo'ldi bermayapti, 2 yil bo'ldi. Shunday. 2 yil bo'ldi yo'q kadastr. Yeb qo'yganmilar kadastrda. Hamma ishda o'zini ustasi qilgani yaxshi. Hammasini o'zini ustasi qilgan yaxshi. Cobalt avtomashinamiz 61200 kilometrni masofani bosib o'tgan. 2022-yil benzinda orqa krilo pitno. Orqa kriloda kraskasi bor, pitno. Bu avtomashinamizda 9 ta viloyat, Toshkent shahar, Toshkent viloyatida $1,500 bilan olib ketsinlar. Oylik to'lov qanchadan deyapsizmi jigarlar? 4,300,000 dan. 4,300 dan oylik. 4,300,000 dan. Bemalol olib ketishlari mumkin. Xullas har xillari bor, gapiraman desak gap ko'p. Xudo xolasa, Siz mashina haqida qanaqa bugun ko'ramizmi yo'qmi? bosh to'lovsizmi? Yo'q, endi bera olmaymiz. Mana biz haqiqat achchiq bo'ladi dedi-ku. Haqiqatni gapirib chiqdik, bank yopib qo'ydi. Ha, shuncha yil qayerga qaraganlar bilmaymiz-da, to'g'risi. Ana bir bankimiz bor edi, yaxshi bank. Endi bosh to'lovsiz deyilmaydi aslida u. Bosh to'lov bo'ladi. Bosh to'lovsiz narsa yo'q. Biz prosta ba'zilarida yonimizdan ozgina qilganlarimiz bor. Ba'zida $13,000 mashinaga bank $14,000 beradi. O'shandan foydalangan joylarimiz bor. Yetmagan $1,000 ni bankdan olganmiz. Ba'zida o'sha avtomashinani bosh to'lovini o'zimiz qilib berganlarimiz bor. Xullas har xil holatlari bor. Mana Cobalt avtomashinalari, Robotlarni mana bu Midnight'lar. Midnight'lar. Aka, narxini ham aytaman, boshqasini ham. Midnight'larim naqd pulga $12,700. 12,700. Naqd pulga. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa, mana bunda stylellarim, mana unda. Mana unda stylelar. saylar qanchaga beramiz aka? Mana shu ikkita mashinaga faqat Xitoy diska qo'yilgan. Mana shu ikkita mashinaga. Hozir men sizlarga bitta o'yinni ko'rsataman. Hozir yana o'yin chiqdi. Yana o'yin chiqdi. Endi o'yinga bu ba'zi qo'shtirnoq ichidagi mashinchilar endi shu do'mbirani, gitarani shu chalaveradi, bechora bizni sodda xalqimiz yana o'ynayveradi endi. Hozir 3 xil diska bo'lib ketdi. Qora. Yo'q, u qora ham o'lsin, hozir sizga boshqasini aytaman. Hozir sizga zo'r gap aytaman. Menga grafikini bering Cobaltni. Ha. Midnight'mi? Midnight'imiz. Mana Midnight boyagi qora diskalik bor, Cobaltimiz. Aha. O'sha bosh to'lovi $2,700 bilan beriladi. Oylik to'lovi 4,800,000 so'mni tashkil qiladi. 9 ta viloyat plus Toshkent shahar, Toshkent viloyati. Style'larimiz mana shu ikkitadan tashqari. Style'larimiz. Bu yog'i style. Mana teshilmagan. Style emasmi? Bular style. Bu style emas. Bular mana undaqa prostoy diska. Ha, undaqa prostoy diska. Men sizga style'da aytib beray. Style'larimiz bosh to'lovi mayda chuda qilib o'tirmaymiz. Ha, Sardor. $2,500 bilan olib ketsinlar. Style. Style'da. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa $12,500 dan berib yuboramiz. Naqd pulga. 12,500. Ha, $12,500 dan olib ketsinlar. 25 to'g'rimi? 25 besprabek haqiqiy original diskada. Yo'q, bizga 12,300, 12,400 deyishyapti. 12,200 desa, lag'mon osillaydigan quloqlaringiz bo'lsa jigarlar, aldanishni istasalaring. Ularga ham bormi? Mana ke ular uchun. Mana. Bu Xitoy diska. Xitoy diska. Ha. Bu Xitoy diska. Bu mashin o'zi kalpaklik bo'ladi, ana shunaqa. Bunga Xitoy diska qo'yilyapti. Bu Xitoy diskasi bilan birga $12,100 dan beraman.
Ana shu turishi. Mana shu turishi $12.100. Bu ham bespra. Bu ham Besprabek 25. Bu ham full. Lekin mana shunday prostoy diskada keladi. Ha, mana shunaqa prostoy diskada keladi. Sardor. Hech kim bera olmaydigan narxda beraman men. Sindiramizmi? Ha, любой joyga vizib beraman. Mana. Ana o 8% deb aldaganlarni, bu ana bu mendan arzoni yo'q, menda suv tekin, menda bepul. Mana undaqa besprabeg narsalarda gaplashaylik. Bir ko'ray duxlarini. 30 ta Cobalt qo'yib beraman. Mana. Simmering qanaqa. 40 ta Cobalt qo'yib beraman. Mendan arzoni bo'lsa olib kelsin, yuragida o'ti bor mujiklar o'zim sotib olay. Sardorjon, 40 ta. naqd pulga 40 ta qo'yaman. Bor menda qo'yaman. Jigarlar, bu ham xalqim uchun. Katta gapiryapmanmi? Xalq uchun. Foyda qo'yayotgan bo'lsam, zarariga bermayotgan bo'lsam, Alloh guvoh. Men ont ichmayman. Prosta Allohning guvohligida aytayapman. Men ertaga borganimda ham so'raydi. Sen to'g'ri gapirding deydi misol. Yana to'g'rimi? Jigar. $12.100 sotyaptilar bozorlarda. To'g'rimi? Siz bozorda yurasiz, ha? Shu atrofda. Nech pul ayting? Borini ayting, mard bo'lsangiz. 12.300 dan 12.400 dan Prostoy diska. farqiga boraman. Hozir eshitdim bu narsani. Hozir eshitdingizmi? Siz bilasizmi yo'qmi? Bozorda diskalarni tashti yo'q desang ham bulanchalik ko'p emas bozorda. Qarang aka, bunga diska taqib qo'yibdi bozorda, uni farqiga biz ham bormadik hali. Siz ham Hech kim bormaydi. Hech kim bormaydi. Buni qachonki diskani yechib olib, vulkanizatsiyaga ishingiz tushganda, borganingizda diskangizni yechganda, agar vulkanizatsiyachini tili bo'lsa, aka bu diskangiz Xitoy diska ekan desagina biladi. Original diskani orqasida JM pechati bo'ladi, Koreya. Original saka diskasida. Xitoy diskada unaqa narsa bo'lmaydi, ajib-ajib bir narsa bo'ladi. tashqi ko'rinishdan bilib bo'lmaydi. Tashqi ko'rinishdan bilib bo'lmaydi. Umuman pashti bir xil bo'lib turadi. Mana bu prostoy diskani 12.100 demaymiz. 12.000 ham demaymiz. Mayda chuda qilib, ayrim joylarga o'xshab, aldab 11.900 ham demaymiz. Vizif любой joyga 11.800 dan nima deyapti? 11.800 dan avtomat korobka Cobalt. Bu kuchni menga bilasizlarmi kim beradi? Yo'llarda yurganimda aka sindirdingiz narxni, yorib tashlang aka deydigan jigarlarim beradi. Rahmat xalqimga. Agar zarariga qo'ymagan bo'lsam, mana yorug' kunda turibman. To'g'risi, men shu yerda halol pul topib o'tiribman. Xalqni aldamay, Alloh ko'rib turibdi. Zarariga qo'ydim men shuni $100 dan. Olgan odamim men biladi. 11.900 dan o'zim olganman. 11.800 dan 11.800 dan beraman. 40 ta. Ha, lekin xalqqa beraman. Bozorchi, avtokreditchi, savdogarga yo'q. Bozorchi olsin mazzaq, xalq olsin mazzaq qilsin. Tirikchilikka yo'q. Nomiga o'tkazib oladi $100 bilan. 11.900 dan tushadi. Nima deyapti? Nima deyapti? mana vizib deydi. Mana vizif. Bormi vizifimga javob beradiganlar? Jigarlar, vizifimga javob berish qiyin bo'lib qoldi. Damaslarni nima qilib beramiz, Rahmon aka? Ikkita damazim qoldi. 2 dona qoldi. Mana shu 2 dona damas Besprabek, bu aksiyaga bu. Mana shu 2 dona damas aksiyaga. Yurtdoshlar uchun mayda chuda qo'yib o'tirmayman. Bozorda damazlar nech pul? Zavodda nech pul? 96 million qancha? 96 million 960 ming so'm. 97 million. 97 million. To'g'rimi? 97 milyoningiz ham $7.5 pul bo'ladi. Shunaqa. To'g'rimi? 7.5 ming bo'ladimi? Bozorda ham 7.5 ming. Bozorda ham 7.5 mingmi? Shunda. 7.5 ming demaymiz. 7.450 ham demaymiz. 7.350 ham demaymiz. Xalqimga bo'lsin. Zarariga bermayotgan bo'lsam Alloh guvoh. 7.300 dan olsinlar. 7.300. Ana buruk kiyib, katta gapirib turgan, kommentariya yozadigan 7.200 dan bor olasanmi deydiganlar bor-ku.
olib kelsin salonimga duxi yetsa 7200 dan sana berib olib qolaman o'zim. Hozir faqat ikkita qoldi. 2 dona qoldi, 7300 dan olsin. Nomiga o'tkazishi bilan 7400 bo'ladi. 7400 ga. 7400 bilan oformliti bilan birga. Agar mendan arzoni bo'lsa, olib kelsin o'zim olaman jigarlar. O'zim olaman. Cobalt VIP. Cobalt 11800 dan mana prostoy diskalar olsin. Qani kimda aqli yetar ekan? Manaman degan bozormi? Indeksmi? Avtosalonmi? Qayer bo'lishidan qat'iy nazar mendan arzon qilib bersa, men prosta respekt deyman. Osh bo'lsin, xalqni o'ylaydigan mujik ekan deyman, lekin xalqqa bersin. Shu vaqtgacha Mana. respekt bo'ldimi kimgadir? Ha, hech kimga bo'la olmaydi. Respekt bo'lish uchun bizni mana shunday jigarlarimizdek qo'llab-quvvatlashi uchun xalqni o'ylab mana shunday arzoniga bersin, osh bo'lsin deyman. Keyin qarsak chaladi. Keyin qarsak chalaman. Mana mujik ekan deyman. Lekin mana men 30 ta qo'ydim deb turib, birovlarni mashinaning oldiga turib, intriga qilish uchun, haligi odam ko'paytirib olish uchun, подписчик prosmotr ko'paytirib olish uchun intriga qilishlarini xohlamayman lekin. O'g'il bola bo'lib Allohning oldida xalq uchun bermoqchimi? Xalqqa bersin, xalqni yig'sin. Mana shu chisoda kelinglar, mana shu 30 ta Cobaltni mana Rahmonul akadan ham arzoniga sizlarga olinglar desin. Osh bo'lsin deyman. Mana mujik deyman. Xalqni o'ylaydigan deyman. Bundan ziyod nima deyay, Sardorjon? To'g'ri emasmi? Bitta qo'shiqdan bo'lsin, qarsaklar chalib qo'ysalar bo'ldi. Bitta chiroyli qo'shiqlardan bo'lsin Sardorjon. Bo'ldi buni o'ylamada vaydi vaydi ko'ngling unga boylamada vaydi vaydi bo'ldi uni o'ylamada vaydi vaydi ko'ngling unga boylamada vaydi vaydi o'z qadringni bilding yetar, bevafoni ko'rding yetar, oxir yolg'iz qolding yetar vaydi vaydi o'z qadringni bilding yetar, bevafoni ko'rding yetar, oxir yolg'iz qolding yetar vaydi vaydi bo'ldi uni o'ylamada vaydi vaydi ko'ngling unga boylamada vaydi vaydi ko'ngling unga boylamada vaydi vaydi yolg'izmasiz aka, biz yoningizda bormiz. Joningiz omon bo'lsin ukajonim. Sizlarda ukalarim bor, yolg'iz emasman. Sizlarda jigarlarim bor. Hech bo'lmasa bu qo'shiqqa chalish kerak edi. Hozir ko'pchilik internet tarmog'ida Saturnga chalyapti. Shunga nima deysiz aka, Saturn? endi mayli u ham bir kambag'al bir oiladan chiqqan bola, omadini bersin. Men lekin u bolani unaqa bir kuzatib yotmayman. Menga nevajniy. O'zi haqiqiy har bir sohani o'zini qurollari bo'ladi. O'zini egalari bo'ladi-da, egasi bo'ladi. Mana Anvarjon ukamizni men ko'p misol kuzataman, Rossiyalarda hozir urush qilib yuribdi. Humoyinjon ukamizni, Vodiyda yana bir 2-3 ta ukalarimiz bor, Surxondaryoda bor, Qashqadaryoda bor. Bolalar bor. Mana Gold bor. Hozir yaxshi ketyapti. Xullas, o'zini egalari bor. Egasi bor. Ha, bular endi men bayis deb men hisoblamayman. Endi bular yosh bolalarga, haligi nima deydi, o'sha intrigaga qiziqadigan bolalarga o'zi piar qilib yurgan yoki ayrim, endi hammasi ham emas, moto bir o'zini haqiqiy muxlisi bo'lishi mumkin, boshqa o'shanaqa piarga qiziqadigan odamlar qiziqishi mumkin. Men piarchilarga qiziqmayman, umuman.
Men realniy odamlarga qiziqaman. Ochiqcha gap. Mayli, nima bo'lsa ham o'sha ukamizni omadini bersin. Ha, joni sog' bo'lsin. Mana bir kuni zo'r bo'lib ketar u ham. Hech kim onasining qornidan tug'ilganday zo'r bo'lib ketmaydi. Mosh shunaqa piar qilib yo zo'r bo'lib ketadi, yo yo'q bo'lib ketadi. Ikkalasidan bitta variantda, boshqa narsa nima bo'lardi? Aha. Shunday. Endi yana qanaqadir savollar bo'lsa, savollar beringlar. Hozir shunaqa gaplar-ku. Boshqa savollar qolmadimi? Ibratli videolar nima bo'ldi? Rahmon aka chiqarib turardingiz. Ibratli videolarimizni endi xudo xolasa qo'yib boramiz. Davom etamizmi? Endi davom etamiz xudo xolasa. Zo'rlari bor. Aka-ukalarimiz Liader Auto City ana tepada o'sha Liader Auto City deb yozsa, bizda bitta o'sha nimamizni logomizni qo'yib yuboringlar. Instagramimizga kirib bir obuna bo'lib qo'yinglar. Ertadan ibratli videolar qo'yaman. U ham yurtdoshlar uchun bir manfaatli, ibratli qo'yib turgan videolarimda 90%, 95% o'zimning ideyam, o'zimda hayot davrida ko'rgan, kechirgan narsalarim. Yaxshi bo'lsa-da, yomon bo'lsa-da. Ba'zilari to'g'ri boshqa insonni ko'zim bilan ko'rganim bo'lsa, hayotini chiqargan bo'lishim mumkin. Hayotini o'zim o'ynab chiqarib beraman. Ssenariylar o'zingiz. Ssenariylar o'zimniki. Men ssenariy emas. Aka, aqli ishlagan odam bez ssenariy ishlaydi. Hayotda o'zi ssenariy. Shunday. Birovning uyiga boring, bir kun yoting, o'sha o'zi bitta kino. Ssenariy. Bitta ssenariy. Xo'p, aka, shu ibratli video olishdan sizga nima foyda? Pul tomonlama agar aytadigan bo'lsak, o'z bizneslaringiz bor. Reklama olishga muhtoj emassiz. Asosiy maqsadingiz nima aka? Maqsadim xalqimizga bo'lib turgan nohaqliklarni, bo'lib turgan xatoliklarni internet tarmoqlarida ko'z-ko'z qilib hayotini juda ham chiroyli ko'rsatib turgan u aslida botqoqqa botib sharmanda bo'lib bo'lganlarini bu internet tarmog'idagi 99% deya olaman. Bemalol hammasi yolg'on ekanligini, soxta hammasi. 99% soxta. Biznesi ham 95% soxta, odamlarga berilib turgan mahsulotlar ham 95% soxta. Butun ko'z-ko'z qilib o'zini ko'rsatib turganlari 95% soxta. Qizlar har xil gullar bilan tushadi, u bitta gul bechora birov tug'ilgan kuniga kelgan 5 ta qiz tushadi. O'sha gulni olib. Ha, 5alasi ham tushib oladi. Haqiqat. 5alasi ham tushib oladi, bir vaqtda qo'ymaydi, aqlliligini qaranglar ularda. Bittasi bugun qo'ysa bor-ku, bu rasmni olib qo'yadi bir oydan keyin qo'yadi. U gul o'zi boshqa birovniki. Ishonaveringlar. U gulni ham kim biladi, bolalar sabr azm qilib olib kelgan. Shunday. Aka, real hayot umuman boshqacha. Internetdagi hayotlar 99% yolg'on hayotlar. Bir tiyinga kopeyka qimmat hayotlar hammasi. Real hayotni ko'raman desang boshqacha bo'ladi. Asosiy maqsadingiz real hayot olib chiqish. Yoshlarni aldanib qolmaslik uchun. Mana bitta video qo'yganman Instagramimizga. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, borganman, o'zim borganman-da, shunday. Shoshib pishib mashina olishga avtosalonga kirganimda men haqiqatan ham eski kiyimda edim, rabochiy kiyimda edim. Bir inson qaragan yo'q menga. Hech kim qaramadi. Hech kim qaragan yo'q. Borib yolvorib yuribman. Aka, kim qaraveradi? Mashina qaragani kelgandim. Desam, aka, ana bo'limga o'ting deyapti. U bo'limning oldiga borib, aka, kim qaraveradi? Bitta mashina gaplashmoqchi edim desam, aka, bolalar hozir ko'chaga chiqqanda hozir o'tirib turing. Yarim soat o'tirdim, it kelmaydi mendan hal-ahvol so'ragani. Hayotiy voqea. 1 soat o'tirdim, it kelmaydi. Jahlim chiqib bordim. Bu yerda bir qaraydigan odam bormi deb turib. Ana shuni videosini ishlab, cho'tka qilib Instagramga qo'yganman. Bitta o'tib ko'rsinlar, tushunib oladilar. Odamni mana bu usti boshiga qarab, minib yurgan ana u aravasiga qarab bas qilish kerak bu narsalarni. Agar bas qilmas ekanmiz, bu bizning hayotimizdagi, bizning musulmonchiligimiz, biz mana bu musulmonmiz deb katta gapiramiz-ku. Men undaqa katta gapirishlarga e'tibor bermayman. Nimaga? Gapirilgan gapday amallarimiz unaqa emas. Odamlar gapirgan gapiga emas, bunday amaliga qarasangiz boshqacha-da. Men
ishonmay qolaman. Musulmonligimizga ishonmay qolaman joyi kelsa-da. Chunki qilib turgan ishlarimiz noto'g'ri. Mashinalariga qarab muomala qilyapmiz, kiygan kiyimiga qarab muomala qilyapmiz. Oddiy insonlarni yerga urilyapti. Nochorroq bo'lsa, nuqsoni bo'lsa, ustidan kullayapti. Men xullas gapirishga til ojiz. Hozirgi bo'layotgan vaziyatlar shunaqa. Bo'layotgan vaziyatlar haqiqati shunaqa. Tashqi ko'rinishga qarab baho beradi. Tashqi ko'rinishga qarab baho bermasliklarini iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Ayrim bir 4 so'm pul topib, kurtoy bo'lib qolgan bir ikkita mashina bormi, yo'qmi, u ham Allohniku, aslida o'ziniki emas. Kurtoy bo'lib, qo'lini uchida salom beradiganlarni ko'rdik. To'g'risi, eshigimga kelib yolvordi Xorazmda. Biz aka deb turib ko'rishardik, akamizdek ko'rardik. Shunday moment keldi, eshigimga bor-ku, kecha yarim kechasi yolvorib keldi. Meni ko'rib turgandir, endi bemalol gapira olaman. O'sha vaqtlar endi bizda bunday imkoniyatlar bo'lmagan, gapira oladigan. O'sha uchun har bir odam osmonga chiqdingmi, Alloh shunday pastga tushirib qo'yadi. O'shanda itam yordam bergan yo'q. Bir pachkalab pulni shunday tashlab yubordim. Men aka deb turib. Xotinim aytdi, bermasachi dedi. Menga mana shu kun kerak edi dedim. Shunday kun, chiroyli kun men uchun bu faxrli kun dedim. Chunki ko'rishganimdek ko'rishardim. Qana Anvar akamdeking hamma turibdi ko'rishganda. Shunday turing-da, shunday turing. Ha, yo'q, shunday turing-da siz endi. Men Rahmonaliman. Yo'q, siz Rahmonalisiz. Men haliga boyvachchaman. Bunday qo'lingizni uzating. Shunday bildingiz-a, kimmiz? Bilib oldingizmi? Men. Menman Rahmonaliman, siz ana boyvachchasiz. Bo'ladimi? Kelishdikmi? Xo'p. Shunday kelyapman. Shunday ikki qo'l bilan salom beryapsiz. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Ana shunday ketayotgan odam soat 2-3 kechasi kelib, eshigim taqillatib, Rahmonjon, jon ukajonim, jon akajonim, do'stim, bir pachka pul kerak, srochniy yonyapti, bermasang bo'lmaydi degan kunlarini ko'rdim. Qo'lni uchida salom berardi. Bunday qilib qolardik, qo'lni ko'tarib qaramasdi, qaramay o'tib ketardi. Biz endi do'st deb bilardik, aka deb bilardik-da, bir hurmat qilardik. Bir shunday qildim, ikki shunday qildim, uchinchisiga salom ham bermaydigan bo'ldim. Bari qaramaydi-ku deb turib. Salom ham bermaydigan bo'ldim. Xudo shunaqa kibrli insonlardan Xudo saqlasin. Men yo'llarda yuraman. Mana shu Instagramda, YouTube'da ko'rib turganda, lubi odam bilan ko'rishaman. Qo'lim ko'ksimda, mashinada turib, kallamni chiqarib bo'lsa ham ko'rishaman. Salom bu berishimiz shart. Hozir ba'zi qorakalarning gapiga ham xafa bo'lib qolyapmiz. Bizda qadim davrlarda bobolarimiz, otalarimiz aytardi-ku, bolam, o'zingdan kattani ko'rdingmi, salom ber. Salom bermasa ham salom ber. Senga qaramasa ham salom ber. Bir ting olmasa ham salom ber. Sen kichkinasan deyardi. Hozirgi bir ikkita qorakalarimiz nima deyapti? Men fatvo berayotganim yo'q, prosta eshitib tom ketyapti. Gerdayganga gerdaygin deyapti. Boshing osmon yetguncha deyapti. Salom bermasa pashol degin deyapti. Bir ting olmagin deyapti. Seni bir ting olmadimi deyapti. Sen uni ikki ting olmagin deyapti. Bizni qadimgilarimiz bo'lmasam nima noto'g'ri gapirishgan ekanda. Bizni aldashgan ekanda ular. Shunaqa davrga kelib qoldikmi? Bir ting olmasa ikki ting olmaydigan davrga kelib qoldikmi? Bu xato deb o'ylayman. Nabarat yoshlarga, mana bitta domda turamiz, u kuni qo'shnim chiqyapti, 14-15 yoshar bola. Shunday kiryapman, shunday qarab turibman, yuziga qarab turibdi. Eshak salom berishni bilmaydi, eshak. Eshak bo'lib o'syapti bular. Shunday qo'pol qo'yayotganda. Bizlar kattanimiz, hali o'zimiz qatorini ko'rsak, assalomu alaykum, yaxshimisiz deb ko'rishamiz. Yosh vaqtimizda kattani ko'rsak, bunday qilib ko'rishardik. Bunday qilib ko'rishardik. Va otamiz shunaqa tarbiya berganda, bilmayman, bir ikkita qorakalarga qanaqa tarbiya bergan, kim tarbiya bergan? Qaramasa ham salom berib borib deyishdi o'rniga, bir ting olmagin deyapti. Seni bir ting olmasa deyapti. Zamonaviy qorakatlar chiqib ketdi demakda. Mayli, endi biz uzr so'raymiz, mabodo noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, lekin kommentariyada o'z fikrlarini bildirsinlar. Men to'g'ri gapiryapmanmi, noto'g'rimi? Agar men noto'g'ri gapirgan bo'lsam, demak qadimgilarimiz aldoqchi bo'lgan ekanlar. Bizning bobolarimiz
yo unisi yo bunisi. Sizlarni ham, bizni ham bobolarimiz demak yolg'onchi bo'lgan ekanlar. Tushunaylik. Siz endi shaxsiy fikringizni aytib o'tib ketdingiz. Shaxsiy fikrimni aytib o'tib ketdim. Bitta fikr kommentariyada chiroyli fikr Sizlar bildirsinlar. qanaqa fikrdasizlar? Shunday, sizlar qanday fikrdasizlar? Shunday, qaramaganga ham borib salom berish kerakmi yoki bir tiyin olmay o'tib ketish kerakmi? Shu fikrda o'zlaring bir chiroyli qilib aytib o'tasizlar. Endi o'zbekchilikka to'g'ri. Savol yo'qmi boshqa? Hozircha Boya aytdim. Buruk kiyib yurgan ba'zilar deb turib savolda qolib ketdi. Shunday bolalar keladi, aka, bolalarda lavz qolmayapti-da, o'g'il bolalarda, hozirgi bolalarda. Oldingi davrda bolalar unaqa bo'lmagan. Hozirgi yosh, imminni 18 yosh, 19 yosh, 20 yosh, 22 yosh, shu atrofda 25 yoshgacha maosh bo'lishi mumkin. Mana shu yerga keladi, mana shu bolalarim aytsin. Va'dani berishadi. Allohni qo'shib ham otam o'lyapti dedi. Yoki bo'lmasam aka Surojni uyga dedi pul yubormasak bo'lmaydi dedi. Yoki bo'lmasam o'shanga o'xshagan gaplarni aytishadi-da, ko'nglingga kirishadi-da, 5 million, 10 millionlab qarz olishadi. Ishi bitib bo'lgandan keyin aka, ha, men ishdan bo'shamoqchi edim. Yoki bo'lmasam hali pulni berib bo'lgan yo'q. Men ishdan bo'shamoqchi edim dedi. Qani buruk? Qani lavz? Ishga kirganda men aytaman, bolam, kamida 1 yil ishlasang, o'g'il bola so'zim desang, so'zingga javob bera olsang, olib qolaman, senga ish o'rgataman, 1 oy, 2 oy. Shu 1 oy, 2 oy ish o'rgatganimga ham senga pul to'layman. Ish o'rganishing uchun. Lekin lavzing bo'lsagina olib qolaman deyman-da. Lavzli bolalarim bor. Bu yerdan chiqib ketgan belavzlar bor-da. Ko'pchilik, juda ko'p. Hech bo'lmasa 1 oyda bitta belavz ketadi. Lavzni beradilar, qasamni ichishadilar, pulni olishadilar, yeganni yeyishadi, ishi bitganini bitirib oladi. Yana shunday insonlar bor, ota-onasi ishonib tashab ketadi. Bu yerda o'rtog'idan to menga kelguncha bir 8 ta o'rtog'idan qarz bo'lgan. Kreditga telefon olgan, ota-ona bilmaydi. Menga telefon qilib mendan so'radilar ota-onasi. Rahmonali, bola oylik olib turibdimi? 2-3 oy bo'ldi, oylik yubormayapti. Aka, har oyi 15 kundan pul oladi bular. 15-so'da bir oladilar, 30-so'da bir oladilar. Avans. Bo'lib 2 ga bo'lib oladilar. Yo'q, 3 oy bo'ldi pul yuborgan yo'q. U apris aytar ekanki, Rahmon akam 3 oy 4 oylik qilib bir beraman, sabr qilib turing deydi ekan. Bizlarda 15 kunda beriladi. Yana shundaylarni isbotlab berdim, tog'alarini chaqirtirib, otalarini olib keltirib, adin ekspert o'ynaydilar, qo'ling singirlar. Ana nomard blogerlar ham hozir odamlarni o'shandaqa o'yinlarga, o'shandaqa narsalarga chorlab turibdilar. Shunday. Haliga PUBG deydimi, adin ekspert deydimi, go'r balo deydimi, battar deydimi, men o'ynamayman ham, menga kerak emas. O'shandaqaga pulni yo'qotadilar-da, keyin uydagilarning oldida tili qisqa bo'lib o'tiradi. iPhone 16 oladilar. Biz mana 15 ta yuribmiz. Qani men telefonim? Ana unda ekan. 15 ta yuribmiz. Menga kerak emas telefon. Alo desa bo'ldi. Lekin 16 olmasa bo'lmaydi bular. Biz bir sim puli yo'q o'zi. Qarzga oladilar borib. Kredit. Oldindan bir 300-400 dollar oyligini oladi-da, borib kreditga qilib oladi-da, keyin oyma-oy 200 dollardan to'lash kerak-ku uni. Shunday. Uyiga jo'natsinmi, kreditga bersinmi? Ana u 5 ta o'rtog'idan qarz bo'lib chiqqan, mana yer kelguncha 7 ta o'rtog'idan unga bersinmi? Yana kim yomon, biz yomon. Yana kim yomon bo'ladi? Ish beruvchi yomon bo'ladi. Shu uchun aziz aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, ish beruvchi tarafga borib, albatta so'rab surishtirib turinglar. Bolalaringizga oylik berilyaptimi, yo'qmi? Shu haqida ma'lumot olib turishni unutmaysizlar. Ko'z oldimda yolg'on gapiryapti uydagilarga, menga yolg'on gapiryapti. Mayli, hammani omadini bersin. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Kommentda chiroyli yozgan aka-ukalarimizni omadini bersin. Ishlarini rivojini bersin. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz tanijoni sog' bo'lib, qistalari puldan to'lib, toshib, jajjigina farzandlari ota-onasi bag'riga sog'-salomat kelishini Xudodan so'rab qolamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin.
Allohim hammani omadini bersin deb qolamiz. Sog'likda ko'rishguncha deb qolamiz aziz yurtdoshlar. Sog' bo'lasizlar.